Salom do'stlar, bugun sizlar bilan yana Ulug'bek DLC bo'ladi. Bugun sizlar bilan 2025-yilning eng yaxshi o'ynagan playerslari keladi. Bizga bu playerslar hisoblaydigan bo'lsak, 7-yanvar kuni 16:00 da aniq keladi. Bu futbolchilarni biz olishimiz uchun tanga olmos yig'averishimiz kerak. Yig'ishlaringizni tavsiya etaman. Keyin 84 ta sariq o'yinchi olganingizdan keyin mana bular foizi juda oshadi va demak 16 tada bir marta olish imkoniyati aniq deb turibdi hozir. Aka 16 tada sevligini of agent kontereso white aniq tushadi demoqda. Bu yerda Gabriellar ajoyib holatda, Mbappelardan chiqishi mumkin. Bularda full holatini mana shu video 50 ta like yig'sa chiqaramiz, xudo xohlasa. Like bosinglar o'rtoqlar. Bugungi video